Sizni saqlayotganim uzun bo'ldi. Rastamni aytsam, siz mo'ljarimdan kechikib keldingiz. Baba Seyna bilan bu yerning orlig'i bek shiroq ekan. Na iloj poytaxtda bir necha kun turib qoldim. Siz Baba Seyna turamsiz. Shundaq. Turdigan yerim shahardan xilli yiroq. Yana shu yerda turmamdim buningga bir narsa deyolmayman. Bu xonimga usuzlik keltirib obdan kutinglar. Ismingiz nima bo'ldi? Enita, xizmatingizga tayyorman. Enita xonim jiroq safardan keldi, charchab ketgandi. Shundaq, Begzada. Qaraganda xonim qullarimning nahadligini bildigan o'xshamamsiz. Nayti aniq bilaman. Bugunmi? Ha, Arvalo pulni tayyor qilib qo'ydi. Uni bugun tushungi soat 11 da Megil apandining uyidan topa olaysan. Nemish Arvaloning uyiga bormay, Megil apandining uyiga boraman. Arvaloning babasida endi uyi yo'q. Tek xabaring yo'qmi? Xabarim bor. U qo'rqitga ba'zi narsalarni setibdi deb anglagan. Hammasini setib etdi. Nemishqa? Ular nega bormoqchi? Men qarab bu ishlar bilan koring bo'lsin, Martin. Megil apandining uyiga berib pulingni ilib ol. Ondan bu ishlarning hammasini unutib ketdi. Qara Carmen. Muşyanın hammasi Braziliyaga tava. Bizning Braziliya kichik emaskan jumu Almeyda. Ular mana muşyada parxodga chiqdi. Mana mavo Victoriyaning yinidagi Espirito. Dengizni bo'ylab o'dil shimolga mangsa, Resipiya bilan Portalizani besib o'tdi. Ular yayrab ketgidekda. Ular Ekvatordan kesib o'tib shimol yarim sharg'iga chiqdi. U yerda eglik tiklaydi. Ras Arvalo haqiqatan qaltis joyni tanlabdi. Ularning safari o'ngishli bo'lsin, ilohim. $20 milyon 850 ming. 20 milyon 900 ming. 20 milyon 950 ming. 30 milyon. Çataq yo'q. 30 milyon deysiz. Xato sanab qo'yma, Martin. Men yana bir ishni so'rab olay. Sizlar nega bormoqchi? Amazonasga bormoqchi-ku deyman. Anglasam u yer odam bormaydigan cho'l ekan. Buningdan g'am qilib ketmasang bo'la. Bardigan yerimiz o'zimizga ma'lum. Endi bizni hech kim to'siy olmaydi. Bek ishonchlik so'zlaysan-ku. Arvadim birini kira qilsamla boshqalarning qulini ep qechib ketalayman deb o'ylamsan. Martin, baba Zeynatki qizni nemiga asoslanib mening qulimdan egiz dedin. Mendan 100 eurogidek bu boyvachsan qanchalik pul berdi? 2 essa. 3 essimi? Bu ishning men bilan aloqasi yo'q. Bu pul mening emas, Arvaloning. Yolg'on gap qilganliging uchun seni turmuga olib beralayman. Siz shundaqmi qilasizmi? Bo'ldi. Avval qullarimni olib ketib turay. Sizda qo'lga ilish buyrug'i bormi? Albatta bor. Men azaldan qonun bo'yicha ish qilib kelgan. Janob Gavalo, ishni boshlang.
Janobi Gavalo saqchi boshlig'i. Qo'limda qonun rasmiyatlar to'liq. Ko'rib baqsam bo'lamdi. Sen Andres. Sen Santa. Izora, senmi? Derhal harbiga chiqish. Bo'ldi qil, Megil apandi. Qarshilik qilganing bika. Sirti yana 20 necha odam bor. Raqiblarimga qanday taqobil turishni bilaman. Hammasini bog'langlar. Bu sening balangmi? Ha. Mening balam. İsmi Malvina. Malvina. Nima degan ta'sirlik a? Sog'lomkan tag'i. Cho'ng bo'lsa uy ish qildigan yaramli qul bo'g'dik. İkimiz ayrım paranlasak qandaq. Nima ish? Rasvo bog'iningizga ochig'ingiz keldi, shundaqmi? Bu bir fojia bo'ldi. Buni chetilib qilishimni o'ylamabdi ekanman. Biroq chetilib qolsam-mu, oxirgi hisobda yaxshi odam bo'lishni orzu qilib edim. Yaxshi odam degan harom dunyoni olamdi. Baya o'zimni dedim. Bu pul Arvalona. İzora'nın örlük çıkışı üçün ben sizge 800 milyon lis berey. Naq pul verme. Eğer bunun unumusunuz, ben sizni rast sarang olup kaptı deyim. Rast deysiz. Belkim sarangdırman. Bu gepçi unumamsız. Qanchalik pul berganingiz bilan satmayman. Bu neyim için? Neyim için? İzora sizni mengü yaxşı görmeydi. Bu işimni siz ahmaqani deb o'ylaydigansiz. Amma Xudo menga yer, mening muhabbetim yüksek muhabbet. Bizning yuraklarimiz bir-biriga jug'urilib ketgan, mayli siz yoki boshqa birisi bo'lsin, har qanday adolatsiz qonun bo'lsin, bizning muhabbetimizni cheklayolmaydi. Eylik kız qandaq bola? Qandaq bo'lmoqchi? Boshqa qo'llarga o'xshashli bo'lmamdi. Men u odam bilan paranglashib baqay deyman. Lyonso bilanmi? Izoraning bu yerligini uningga deb bergan odamni bilib baqqim bor. Avar bo'lmang. Yeligo 800 milyon leysken. Menga butun dunyoni bersangizmi uni satmayman. Obro'yimga munosabatli ishda hargiz yo'l qo'ymayman. Bilib qo'ying, Izora mening. Buni hech qanday odam o'zgartirmaydi. Buncha bola chiroylilikning sizga nima foydasi? U sizni nazarga olmaydi. Bir didakning menga qanday hissiyoti bo'lishi menga baribir. Aqlroq bo'ling, Lyonsio. Aqlroq bo'ling. Bilaman, uni yaxshi ko'rasiz. Talvilarcha yaxshi ko'rasiz. Biroq burningizga yedingiz. Izora sizning muhabbatingizni menga qabul qilmaydi. Uni yaxshi ko'rmanmi? Men Izora'nimi? Izorani deb 800 milyon listini kechiyotsizku. Bu obro'yimga munosabatli ish. Qochqan quldurimni qattiq jazolashim kerak. Men Izorani ezib qo'yib, qamchi bilan savayman. Kimning gapining o'tadiganligini shu chaqda biladi. Uni qo'yuvdinglar. Oldi bilan quldurimni olib ketsam bo'ldi. Janobi Gavalo. Diyon. Ularni epmanglar. Siz mingish. Bu ishni qilgan cho'qim shu.
Men onun işini bilmegендek bolup elip, kaşkın kullarının işlerini hatırlap jürgenligini körüp kalgan. İzora'nın baba Seynadiş ekenligini sizge kim dep bergenligini etip bere alasizmi? Men yengildim. Undaq deme. Azaplanıp atqanlığınızı körüp jürgüm etişip ketiyotdy. Sizni söyüme. Men sizni söyüme. Siz hayatның mağa nime lezzeti? Meni unutup ketdin. Sizni oylamayman dep qasam için. Yaxşı ötken kunlarimizni unutup ketdin. Men sizni qandaqmı unutay? Siz bilen birlikte ötken hayat en ehmiyetli tursa. Ayrılışqın kam evatamda. Sen aşık məşıqlarının ayrıldığın vaxtınlar boldu. Caymey. Bu didekni söylep çıkıp harbuğu bas. Meni unutmang Izora. Mengü eslep durun. Men sizni çokum kutkuzumen. İşençinizni yo'qotmang Izora. Mağa işinin. Meni oylap durun. Izora. İzora, appak kızım, cinim tiktim, kıyır cinim tik bozdu. Ağa kotan ne ediyorsun la? Mına. Ha, slaydın boldu. Ner tur. Ha, ner turma. Çapsam mı? Balın evağın, iştik evağın. Əmdi sən turma deyətdi. Sana oxşaş xalqның qullarını əp qaçıdığanlarının yatıdığan cayı şu. Senin makanın şu ya. Qancılıq yatıdığanlığını sot öz hüküm qılıdı. Onundan başqa sənlərini tutuşq ketken barlıq xiracətni sən özün töləysi. Bilib qoy, bu az pul emas. Bu balanı özün tapdın. Uqdun mu? Uqdim. Bir gapni so'rab olay. Qizim bilan oxirgi bir qatim ko'rishvasan bo'ladimi? Mening qo'rqimda qizingning kim ekanligini tonimayman. Bu odamni darhol turmaga olib borib beringlar. O shuncha ko'p jinoyat o'tkazgan tursa, ya'ni nimishki qonun uni qo'g'daydi. Zodi kallamdan o'tmayotdi. Kechiring janobi Enrik, bir yigit sizni izlab kepti. Sen paymelisini etmedimi? Etmedi. Sen onu burun ko'rganmi? Burun ko'rgan bo'lsam esimda bo'ladi. Bu nayt kelishgan yigitgan. Ha, uni boshlab kirgan. Yaxşımısınlar? Arvalo. Sen bana adresini berip ağaçtan düşkende beni izle devedin. Bugün sana ağaçtan düşüp geldim. Bana yardım bergin. Onun korkuğa qandaq kirgili ola. Izora bilan görüşüşüm gerekti. Bu asan emas, Arvalo. Bu rast. Men ötkeni kirgen. Francisco Januariyalar bilan görüşken. Lekin hozir ahvol butunlay boshqacha. Leonsi cho'qim qo'riqining hamma yeriga qarovul qo'yibdi. Sen bilmaysan, Leonsi o'qullarni tutib kelguncha oz haraj tatmadi. Bunu bilimi. Men onun nurgun pul veray degan. Lekin o rad qildi. Anglag'an 800 million leys. U yerga kirishning bir chorasini topdim. Qandaq chora? Bu sal xatarlik, ammo urinib baqsaq bo'ladi.
Aşxanaga kirib ketgan kim? Sen ko'rdingmi? İki popdak qiladi o. Bu poplar hammalarga do'qirib yuraydik. Undaq deme Roza. Ular kambag'allarni deb keladi. Meni kechiring taqsir. Bizning qo'riqda sadiqa berilmaydi, ha. Qo'rqma, Yanvariya. Qo'sqonlar ochgan bo'lsa, ozroq yeydigan narsa botdi. Men sizlarga chiqib beray. Sana rahmat. Ah ko'ngil mazlum. Ularni sulab qo'ygan yerga berib baqay. Bayam ikki qorovul turgandek qilgan. Men berib qarab baqay, ha. Turib turinglar. Siz qimog'i bek ustikansiz-jimi? Nädikeni? Ahmet kep qaldı dana. Yana bir qitim o'ynasak-chi. Boptu, oynasak oynadık. Tez bulinglar, tez. Rita bir qorovulni ketdi deydi. Endi bir silqaga o'xshaydi. Chapsan barayli. 1 minutdan qo'ldan berishga bo'lmaydi. Sana ko'p rahmat, Yanvariya. Beringlar balalarım. Men misha turib turay. Men bormay, sizlarning omonliginglarni tilay. Chapsan bulinglar. Xatar chiqmas. Chiqsimi qo'rqmaymiz. Kelgandan keyin oxiriga chiqarish kerak. Fransisko tamaq yevatidi. Leonsiyo mehmonxonada shish hal o'ynayotidi. Yanvar yashindaq dedi. Chapsan bulinglar. Fransisko, men sizni kelamikin deb turgandim. Göz sağan günüm kelmay qo'ymaysiz. Shundaqmi taqsir? Ajab mezlik buraydi o. Mezlik. Endi o'zingni qandaroq sezyapsan? Behmi qaramliq qipsiz. Her qancha xatarlik olsun, herkes qo'rqmayman. Men jinini tikib qo'ydim Izora. Men sizning qishingiz kelib, sizga tasalli berishim kerak edi. Men sizga muhtoj. Ular kemas chaptaroq ketib olaydi arvalı. Endi bo'lgandi. Bugun sizni Ahmet qechibdi. Mağma Ahmet'nin kelishiga ishonchim komil. Yana bir o'yningiz bormi? Shundaq. Bu da sizni cho'qim puhtimi? Qandaq deysiz? Kechlik tomoqdan keyin o'ynasak qandaq? Yo'q. Unda qilishga bo'lmaydi. Mening bu taklifim ortiqcha emas. Mening toza xumarimni tutgan vaqt. Bo'pdimiz. Siz bilan oxirigacha o'ynay. Bu ülgürler. Chapsan bulinglar. Sizga joyli. Joymi? Fransisko! Leonsiyo baqadi! Bulinglar! Ular qochib ketdi! Joymi? Ey Fransisko! Bulinglar! Bu ish lasla! Bu ülgürler! Bu tarafdan meninglar tez. Enrik, sen harbini mishak to'xtatib qo'yganmiding? Ha, mishak to'xtatib qo'ygan. Tez bulinglar! Ular chig'ir yo'lni bo'ylab basha bilan qochdi! Men bilan manglar. Otni tayyorlanglar, ularimizni qilib olsin. U o'g'irlash yiroqqa qachamaydi. Chapsan qo'g'langlar. Bizni nega aparsizlar? Avval bizni o'yga boramiz. Uyga berib, ondan qechishning amalini qilamiz. Cho'qim amal topamiz. Sizlar cho'ng yo'lni bo'ylab qo'g'langlar. Biz chig'ir yo'li bilan mangmiz. Ularni o'ldirmanglar. Izorani oldimga tirkab kelinglar. Atdan tushinglar. Qarshilik qilganlarni etib tashlayman. Tez. Ularni qurol bo'lishi mumkin. Oqtirib hammani elib olinglar.
Hasbunun arvalı. Kımırılma. Xudoning ko'zi vaka yomon niyatinglar yetkazmadi. Hammasini bog'langlar. Kim qarshilik qildi ekan jazisi bir pay yo'q. Mına, Tez bol. Mına. Çapsan bol deme. Çapsan bol. Bu işplas kullarını törükü bağlanla. Sizlar intayin ig'ir jinoyat o'tkazdinglar. Buni biz bulanchilik deymiz. Sizlar boshqa qiyofatda yasinib, yeninglar qurol silib, birovning qo'rqig'i yushurin kirib, qullarni bulab qochdinglar. Yana kelib 3 qulni bulab qochdinglar. Bu mohiyatda oltin kumush o'g'ilgan bilan tamamen o'xshash. Sizlarning qaroqchilardan hech qanday farqinglar yo'q. Xalqlar oxir sizlarning asli qiyofatinglarni ko'rdi. Nemanchi ko'ranglaysan, xuddi biz raslisining qullarini bulab qaçqandek. Boptu dəvəsinin arvalı. Qanunun aldığı o yolluq. Bundaq adamlar bilan rəsmi işlasıda sözləşib oltaqlı bulmaydı. Rastimni aytsam, rasmiy ishlab nimani ko'z tutayotganingni bilmayman. Balkim bu do'stingning mening bir qulimga bo'lgan shahvoni havisin deydigansan. Bu men ko'ngil bildigan ish emas. Biroq men senga aytgan dedak mening. Uni qancha uzun jazoligim kelsa, shuncha uzun jazolayman. Qachon qo'yitishni xohlasam, shu chog'da qo'yitaman. Jazolab bo'lgandan keyin uni nima ish qilsag'im kelsa, shu ishni qilmayman deydiganga hadd emas. Sizlarga bo'lsa qattiq afsuslanaman. Ikkinglarni tegishli joyga olib bersam bo'ladi. Lekin hozir sizlarni qo'yib berib bir qatim afu qilay. Bugundan boshlab bizning qo'riqning qorovullik kuchaytirildi. Mening qullarimni endi bulayman deyish behuda avarchilik. Fransisko, bu ishkisini ibtivo qo'riqiga olib qo'y. Mana mushbeti piyoda mansun. Qaramanglar. U yarlandı. Quruq gapni oz qilib tez menish. Onun deganimi to'g'ri. Bizni nima qilaman deganimiz qilib o'talaydi. Nima degan qo'rqinchliq. Endi qanday qilamiz? Izora u yerda qiynalib olsa, biz bir ilojni topmay, xotirjam yuralamdik. Qonun degan shu arvalı. Yana bir amal topaylik. Aldırmang arvalı. Cho'qim amal topimiz. U yana nega ketgandi? Men Arvaloni bilaman. U cho'qim Izorani qutqizishdan ko'ydi yurdi. Men har kun ibodatimda uning amonlik tilovatyman. Lucia. Shu qizga to'lim o'l bo'lib ketyotdi. Shu qizning kechirmishlaridan qulluq tuzumning naqadar nomuvofiqligini ko'rgili bo'ladi. Enitaning qilmishlari yana esim kelyotdi. U pasni o'ltirvassam deyman. Undaqmi deb ketma. Uning mushundaq pasga ishni qilishga nima sabab bo'ldi? Buni aniqlab beqish kerak. Pul bo'lmam do'ylardi. Uni yana ko'rdigan bo'lsam o'ltirvatmay qo'ymayman. Bu chaqqich oldigan inomini ep bo'lgandi. Ism sharpangiz kim bo'ldik? Enita. Enita xanim, tanishganimga to'lim xursandman. Mushalikmisiz? Mening deganim ushtum tutib qapsiz. Bizga deydigan gaplaringiz bormidi? Ushtum tutib qapsiz? Shundoq, notanish bir odamni izlab kelgan tursangiz, ushtum tutib qapsiz demay nima deyman? Mumkin emas. Siz meni tunimayman deb atamsiz? Ha.
Albatta shundoq. Bo'lmasa mening xotiram bakmi ojizlab ketgan bo'lmamdi. Chaqchaqvatqa o'xshamamsiz. Bo'lmasa siz meni taniytdingiz. Rost, biz Lisabonda tanishgan-ku deyman. To'g'ri. Siz Diogil Shawshawning qizi. Biroq o'zingiz bilasiz, orliqdan xil yillar o'tib ketdi. Uning ustiga xotiram toz joyda emas. Janob Lyonsiyo, siz to'liq xubsanlik qilavermang. Xubsanlik qilib nim qildim. Bir haftaning oldida men bu yerga kelgan-ku. Shu chaq siz bir chiroyli gap qilib, bir necha kundan keyin kelib pullaringizni eviling degan emasmi? U nima pul? O'zingiz qo'shqon qo'llaringizni tutib berishlarga va'da qilgan 20 million lischi. Men sizga xat yozgan. Siz mening shartimga ko'nib 15 million lisni 20 million lisga ko'tardingiz. To'g'ri. Mening bir necha qo'lim menga bir muncha avarchilik deb bergan. Men gazetga e'lon chiqarib, o qo'llarimni tutmaganlarga pul va'da qilgan. Biroq men sizni ilgari ko'rganligim zotli esimda yo'q. Chaqchaq qilma. Qaysi chaqda? Bir haftaning oldida deyman. Uning begzodida nima ishi bor-ki? Bunisini o'qimadim, ularning parangini anglamadim. Biroq o qizning chiroyi boshqacharoq turadi. Bu ish Izora'ga avarchilik keltirib bermisi bo'ladi-ku. Siz mening kimligimni toza obdan bilasiz. Gapni oz qiling. Siz ushiqlik qilyapsiz. Ushiqlik qilayotgan o'zingiz, sizni tonimayman deb tursam, meni taniysan deb turyapmamsiz. Siz menga 20 million lis berishingiz kerak. Agar bermasangiz, saqchiga boraman. Nima deb barsiz? Meni aytman. Qo'llaringizning nədligini deb berdim. Lekin siz tegishli inomni bermayapsiz. İxtiyoringiz. Berib üstümden arz qiling. Siz meni taniyman deyapsiz. Men tanimayman deyapman. Saqchiga borsangiz, ular sizni haqqi tuhmat qilsan deb qo'lga oladi. Men har qanday odamga sizni tanimaydiganligimni ayta olmayman. Mende hatto poytaxtga qaytqidakmi pul yo'q. Seni men qaytishga zo'rlamadim-ku. Qiziq ish sarangning o'zligi bu. Siz qanday qilishim kerak? Ras, odam bu shundoq chaqda shundoq xo'p qoladi. Yolg'onnimi deyaveradi. Rasli bir tiyim pulim yo'q. Siz menga bundoq muomala qilmang. Dadam purilli vayron bo'lgan. Amisi yo'l bo'yi tilamchilik qil. Piyoda poytaxtga ketdi. Tonimaydigan odam bilan paranglashishga vaqtim yo'q. Ignacio. Xo'sh, taqsir. Sen bu xinimni qo'riqdan chiqarib qo'y. Janob Lyonsiyo. Ras shundoq qilgandimi? Ras bo'lmay. Qarang. U odamlarning hammasi to'liq qurollangan. U deginini qilib, qo'riqni mustahkam qo'rg'onga aylantiribdi-da. Shuncha ko'p chumoqchilarni beqish uchun pulni nerdan topadiganligiga hayronman. Sevimligim. Sizni bekmi seg'indim. Qandaq? Bag'anning foydasi bo'lgandi. Meningcha foydasi bo'ldi. Arvali, men bir xush xabar anglab keldim. Ishonchim komilki, endi biz Lyonsiyoni yengib, Izorani qutqiza olamiz. Bularni qo'yutinglar. Jazo tugadi. 3 kun bağlaqda turib, endi o'shonlarni topqansizlar. Ayolim bilan uning tog'isining yuzi uchun endi sizlarni urmayman. Albatta, sizlar qechib ketib qo'rqimizning nomini bulg'udinglar. Kechirgisiz jinoyat o'tkazganinglar uchun endi burunqidek uy ish qilmaysizlar. 3 yilinglar shika qumushliqda ishlaysizlar. Ayollarım baramda. Siz og'zingni yum. Sendin gap so'rganda andin gap qil. Ular tunji qatim shika qumushliqqa berib ishlayotgan dedeklar emas. Kuniga 14 soat ishlash.
Aptapta, yağmurda yürüş. Oylap bakın, muşunda kılıç adaletlik mi? Ağzını yum deyman. Yani kapsang törükü bağlı tüytüme. Xudo haqqi, gap qilmang Andres. Bo'lmasa o'zinglar talab olsanglar bo'ladi. Shika qumushliq boramsizlar yoki jazoga turamsizlar. Mening qamcham sizlarni tex o'shinglarga keltirmagan o'xshaydi. Qandaq? Meningcha sizlar do'st emas. Ularni oshxon qilib beringlar. Qo'saqlarim oshqandi. Shika qumushliq berishdan ilgari rosa bir to'yvasin. U yerga borgandan keyin uyda erkin ishlab yurgan kunlarini eslab, mening shu chog'dagi iltifotimning qadriga yetdi. Leoncio Kilia di Almeidaning qo'rqidan ikkinchi qochmaydigan bo'la. Chaqqan mingish, chaqqan, mingish. Sizga osonlik tilayman. Agar umid bo'lib qolsa, xat yozishni unutma. Ishingning natijasini baldirroq bilgimiz keladi. Meningcha Leonsiyoning hushyor bo'lish uchun xat yozmag'anim yaxshiroq. Qandaqli bo'lmasin, mening nima ish qilayotganligimni uningga bildirmas kerak. Bu gaping o'rinliq Arvalo. Qaytib kelsam, cho'qim xush xabar elib kelaman. Sizga duo qilib turaman. Planingizning amalga oshishini tilayman. Men sizni so'yaman. Siz bu hayotning menga nima lazzat? Meni unutib ketding. Sizni o'ylamayman deb men qasam bering. Yaxshi o'tgan kunlarimizni unutdim. Men sizni qandoqmi unutib ketay? Siz bilan birga o'tgan hayot eng ahamiyatli tursa, meni menga eslab turing, Izora. Men sizni cho'qim qutqizaman. Menga ishonchingizni yo'qotmang, Izora. O'rningdan tur. Bu yani sen merhum Ester Hanım'ның mehmonxonasimikin deb atamsa, bu qumushni yutibman. Yana ben qisib qamchigin kelib atam degan. O'rni esak. Chopsanmi? Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.